2025-yilda katta zdaniyalarga ko'pincha nima qilishyapti? Tepalarda ko'rib turgan narsalar bu grilata bo'ladi. Buni 10 dan ortiq xili bor. Agar sizlarni shunaqa zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz sizlarga grilata mahsulotlarini tavsiya qilamiz. Nima uchun? Bu hozirgi zamon talabiga javob beradi. Dizayniga eng zo'r chiqadigan variant shu bo'lyapti. Misol uchun bu yoqni gips kardon qiladigan bo'lsanglar ham gips kardon qil, tepasida malyarkasini qil, boshqa qil bo'ladi. Bunda bo'lsa tepasini qora kraskaga bo'yab berasizlar. Biz sizga materiallarimizni shundoq olib kelamiz. Ustunovkachi bolalarimiz ustunovkasini qilib bersa, ishingiz mana shunaqa ko'rinishda chiroyli bo'lib bitib chiqadi. Endi buni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari to'rtburchak kvadratiga qarab hisoblanadi. Qancha kvadrati to'rtburchakni kattaroq bo'ladigan bo'lsa, u arzonroq bo'ladi. Kvadratli to'rtburchakni kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, narxi qimmatroq bo'ladi. Narxlari $6.30 dan boshlanadi, 15x15 razmeri. Bu qilgan variantimiz bo'lsa $8.30 dan materiallarini qilib berganmiz. Ustunovkalari bo'lsa $2.5 dan $3.5 gacha raznica beradi. Shunda sizga taxminan mana shunaqa joylaringiz bo'lsa $9.5-10 atrofida eng arzoni boshlanadi. Nima qilasiz? Siz shu variantni tanlagan bo'larmidingiz? Agar yana qanaqadir savollar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, biz hammasiga javob beramiz.